Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görübatqanlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Programımız xoş gəldinglar. Məzkur proqramımızda muş bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılgan bir qism mühim xəbərlərni əsiltib ötməkçimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehre. Türkiye'deki Uyghur Akademiyası bilen Amerika'nın Pensilvanya ştatideki Drexel Üniversiteti birlikte uyuşturgan muhaciretki Uygurlar ve onlarının Maripi namlıq ilmi muhakeme jığını 8. oktyabr günü Philadelphia şehrinde ötküzüldü. Jığında Amerika, Türkiye qatarlıq jaylardan kelgen vekiller muhaciretki Uyghur kimligi duş kelayotgan ciddi meseleler hem ular hal qilishning hem onlarını hal qilishning yo'llari haqida o'z qarashlarini o'tirg'a qo'ydi. Mutaxassislar yana Uyg'ur tilini qo'g'dash, Uyg'ur tili uchrayotgan böhranlarga taqobil turish jihatda chet ellardagi Uyg'urlarning zo'r mas'uliyatni ustiga olishi lozimligini ta'kidladi. Mazkur yig'in bu sohada ochilgan tunji qitimliq yig'in bo'lib, yig'in qatnashuvchilari bu xil faoliyatlarning bundan keyin davomli o'tkazilishini qizg'in olqishladi. Uyghur diyarida o'tgan 10 yil ichida siyosiy sababdan tutqun qilinganlarning soni shiddat bilan eshib berayotgan bo'lib, bu ahvol har qaysi joylarda asosan o'xshash davom qilmoqda ekan. Muxbirimizning ahvol aniqlashlari jarayonida bu xildagi tutqun harakatida son jihatda eshishdan boshqa tutqunlarga berilgan jazoning hassilab eg'irlayotganligi oydinlashdi. Egallanishicha minglagan Uyg'urlarga terrorlik yoki asabiylik qalpoqlari kiydirilib, ba'zilari qamoqqa hukm qilingan. Yana ba'zilari yipiq shakldagi tarbiyalash markazlariga yig'ib olingan. Buning bilan egi chaqisiz qolgan bolalar shu joydagi Darul-Tamlarga olib berilgan. Yaqinda Uyg'ur diyoridagi terrorlikning oldini olish tadbirlarining biri sifatida tig'liq asboblarga qaratilgan yangi boshqarish chorasi yo'lga qo'yilgan. Tig'liq asboblarga kimlik nomerini besish va ommaviy so'rinlardagi pichoqlarni zanjirlab qo'yish shakli hozir ijtimoiy muqimlikni saqlash nomida tig'liq asboblarga ikkili kod chaplashga o'zgartirilganligi ma'lum. Muajiratdagi Uyg'ur ziyolilari bu haqda fikr bayon qilib, bu xildagi chekdan oshgan tadbirlar Xitoy hukumatining o'ziga bo'lgan ishonchisinin qolmaganligini ko'rsatadi deganlarni ta'kidlamoqda. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni nishon qilgan tutqun qilish harakatlarida bir qism yerlik Uyg'urlar hukumatga turli yordamlarda bo'lganligi oshkor bo'lmoqda. Holbuki ular Xitoy hukumatiga moslashib, gumondorlarni qo'g'lab tutishga qatnashgan bo'lsa-mu, oqibatda o'zlarining tutqunga aylanib qolganligi ma'lum bo'lmoqda. Radiomizning ahvol egallashi jarayonida Qarqash noyisdagi bir vatanparvar imomning ilgari hukumatning tutqun qilish xizmatiga hamkorlashganligi, ammo yaqinda uning 4 navrisining siyosiy sababdan qamoqqa hukm qilinganligi oshkorlandi. Uyg'ur diyoridagi siyosiy tutqun harakatlarida bir qism Uyg'urlar hukumat organlari uchun ko'z quloq bo'layotgan bo'lib, asosiy qatlamlardagi bir qism Uyg'ur kadrlarining aktivligimi belgilik rol o'ynamoqda ekan. Amerikadagi Xitoy milliarder Govingui yaqinda Amerikadagi davlatlik axborot klubida muxbirlarni kutib olishini chaqirib, Xitoyning oliy rahbarlik organi munosabatidagi bir qism maxfiy ishlarni oshkorladi. Bu jarayonda Govingui Uyg'urlar haqida so'z qilib, ularning amaliy ahvolining hozirgi axborotga ma'lum bo'lgandan natijasi eg'irligini bildirdi. Yig'in jarayonida Govingui yaqinda Uyg'ur diyori va Tibetga doir bir qism oshkorlanmagan muhim ahvollarni Amerika hukumatiga yetkazganligini bildirgan. Mutaxassislar bu haqda fikr bayon qilib, bu Uyg'urlar masalasining texmi yaxshi bilinishiga foydali dedi. Chet ellarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar turli mushkulotlarga duch kelayotgan bir paytda Uyg'urlar tashkil qilgan bir qism puhraviy tashkilotlar o'z chamisining yetishicha ularga yordam qo'llarini uzatmoqda. Markaziy Istanbuldagi Uyg'ur akademiyasi yaqinda Misrdagi tutqundan qochib Turkiyaga kelgan Uyg'ur o'quvchilarning turli qiyinchiliklarni hal qilib olishga tegishli yordamda bo'lgan. Turkiyadagi yana bir puhraviy tashkilot Uyg'ur Yar fondi turli sabablardan vatan bilan aloqasi uzilib qolgan Uyg'ur o'quvchilarning turmush va o'qish qiyinchiliklariga xolis yordamda bo'lib kelgan. Bo'libmi ularning bir qism Uyg'ur o'quvchilarni o'qish mukofoti bilan ta'min etishi qiyinchilikda qolgan Uyg'ur o'quvchilarga umid ato qilgan. Muhtaram televizor görgüçüler, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.